Ondan shu 2025-yil 28-fevralda 112 qaroriga asosan shu tadbirkorlarga kredit ajratish maqsadida shu bugungi to'planish maqsad shu. Bu kreditimiz 6 yil muddatga beriladi. 1 yil imtiyoz davri. Masalan, bunda 100 million so'mgacha bergan kreditimiz masalan garovsiz 300 milliongacha bo'lgan garov asosida beriladi. Buni endi foizlar 21% gacha beriladi bu kreditimiz. Bu maqsadi masalan olingan kreditni chorvachilik yo'nalishi bo'yicha, masalan tadbirkorlik bo'yicha o'sha bog'chalarga mebel sotib olish bo'yicha, keyin baliqchilik, quyonchilik shu yo'nalish bo'yicha ajratiladi bu kreditimiz. Buni masalan agar shot Halbankida hisob raqamingiz bo'lsa, shu bo'yicha beriladi. Agar ochilmagan bo'lsa, oilaviy tadbirkorlik bo'yicha kredit olib turib, o'z vaqtida yopilgan bo'lsa, shu hisobdan berilaveradi. O'sha katta ham toza chiqsa,